Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Ramazan işlerimizni çekip atıdı. Şu münasebetlen men sizlarga 10 xil teklifni bermoqchi. Navada siz bu 10 xil teklifni bu yil Ramazanda icra qilsanglar, Allohning izni bilan bu Ramazan hayotinglardagi eng güzel Ramazan bo'lib qolsin. Birinchisi kechirim so'ranglar. Sizlar ko'ngil ortib qo'ygan, ranjitib qo'ygan kishilardan kechirim so'ranglar. Gədininglarda başqalarning moddiy va ma'naviy haqlari bo'lsa, darhol halollaşib olinglar. Chunki o'lim qachon bilmaymiz qarindoshlar. İkincisi Ramazan oyi Qur'on oyi. Qur'on o'qinglar, Qur'on o'qishni o'rganinglar, Qur'onni tajvidlan o'qinglar. Eng muhimi bir necha oyatni yaxshi o'qib, ma'nosini bilib tafakkur qilinglar, chunki bu qalbingizga boshqacha ta'sir qiladi. Üçüncüsü, eğer üzerinde hemimizde bağı bir selbi yoki nachar illet olsa, derhal bu nachar illetini yaxshi bir illetke almashtırışıp turishinglar. Eğer tamak çıkıdığan bir nachar illet olsa, Ramazanda taşlap, bunun o'rniga yaxshi bir odat yetildiringlar. Bu bek muhim qarindoshlar. Dördüncüsü, Ramazanda telefondan hem ro'z tutayli. İctimai aloqa vositalaridan jiroq turayli. Chunki hammamiz hozir maymunga o'xshab qoldik. Qo'limizda telefon davomli mushta bo'lamiz. Balki men shuning qatorida, ammo Ramazan mana bu nachar o'zimizga ziyonliq. Bu illatdan qutulishning eng yaxshi fursati. 5-si qarindoshlar, Ramazanda zakat berimiz, xayr saxovat qilamiz. Chunki Ramazan saxovat ammo mening sizlarga beradigan teklifim Ramazanda 30 kunda az bo'lsin sadaqat qilinglar. Buning sizlarga ko'rsatgan ta'siri va erishadigan ajringlar ham ko'p bo'ladi. 6-si 5 vaqt namozni masjidda o'qinglar va tarovihni qo'ldan bermanglar, jamoatni qo'ldan bermanglar. 7-si kechiringlar, keng qursoq bo'linglar. Sizning haqqingizga kirgan, sizlarni xaf qilgan, ko'nglingni og'ritgan kishilarni kechiringlar. Nima uchun? Faqat Alloh rizoligi uchun kechiringlar. Siz keng qursoq bo'linglar, Alloh sizga keng qursoq bo'ldi. Siz kechiringlar, Alloh sizni kechirdi. Siz afu qilinglar, Allohning afu qilishini umid qilib turib. 8-si qarindoshlar, to'g'ri pulimiz olsa pul beramiz, ammo Ramazanda öz qulunlar bilan bira yetimning beshini silanglar. Bira ojizninki, muhtojning hojatini ravo qilinglar. Öz qulunlar bilan g'arib miskinlarning, hojatmanlarning hojatidan chiqinglar, maydonga tushinglar. 9-si bu Ramazan oyi tövbe oyi qarindoshlar. Qattiq tövbe qilinglar. Allohning haqqida ketkizib qo'yganlar tövbe qilinglar. Ve ikinciler bu günahını qilmaslikka iroda bağlanglar. Chunki Şaban ayida bir yillik nama amallarimiz xulosalanib, Ramazan oyi yeniden başlandı. Yeni ayga tövbe bilan, günah qilmaslik niyati bilan mushunda kiranglar. 10-si qarindoshlar, Ramazan oyi nayte muhim ay bo'lganlikdan muhim eng afzal ishlarga iroda qilinglar, niyat qilinglar. İslam üçün, Allah'ın dini üçün nemi qilishim kerak? Mustamlika milletim üçün, mustamlika bo'lgan davlatim va milletim üçün nemi qilishim kerak deb üzanglarga chuqur mas'uliyat atanglar. Bu bek muhim qarindoshlar. Bu Ramazan özümüzni ıslah qiladigan, özümüzni tekshiradigan va özümüzning kimligini taniydigan va nima ish qilish kerakligimizni, nima uchun yashashni bilib oladigan va mas'uliyatimizni taniydigan ay bo'lganlikdan vatan millat din uchun nima ish qilishni yaxshi o'ylab o'zimizga chuqur bir vazifani atayli va shu irodani o'zimiz to'g'ri olayli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.